uy shunchalik magnitni o'ziga tortyaptiki, hatto mana shu darvozdan kirgan liboy bitta odamni diqqat e'tiborini tortmasdan qo'ymaydi. Yaxshilab joylashib, yoningizga choy, kofe damlab qo'yinglar, ketkizgan vaqtingizda achimaysizlar. Chunki bugun sizlar bilan mana shunaqa oppoqqina qasr uyga birgalashib sayohat qilamiz. Mana uyga qaranglar, ayniqsa fasadning pastellik uyimizga yanada ko'rk bag'ishlab turibdi-yu. Bu yoq tarafini qaranglar. O'zi tashqari tarafda bemalol 2-3 ta mashinalar sig'adi. Agar mashinalar ko'p bo'lsa, avtomatik darvoza qo'yilgan. Bu yoq ham bemalol 2 ta mashina sig'adigan parkovka qoldirilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqangi chiroyligina yozgi oshxona qilib qo'yilgan, barbekyu zonasi ham hamma qulayliklar qilib qo'yilgan. Mana shunaqa landshaftli zonani ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ayniqsa menga yoqqani mana shu sharsharadan qaranglar. Bir piyola choy olib, mamga tapchan qo'yib qaranglar. Ovozini o'ziga miya dam oladi-ku. Oila davrasida tapchanga o'tirib, bir piyola choy ichib o'tirishga nima etsa, mana terrasalarni qaranglar, uyga qaranglar, ko'z ko'rganda quvonadigan uy. Aka, inshaalloh niyat qilib bitta xolis yurakcha bosib qo'ying, yurakcha bosib qo'yish qiyin emas. Ana endi bu go'zal uyimizga birgalashib ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana buni qara, tanlangan ranglar bor-ku, ko'rganda odam ko'zi shunaqangi maza qilib dam oladi. Kirib kelish kelishimiz bilan mana shunaqa katta studiy formatda hol zal qilingan gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kattagina panorama oyna, mягкий zona, TV zonani aytmislar, увлажнительligicha qo'yib qo'yishgan. Gap so'z yo'q, niyat qilganlar shu joyda bitta like bosib qo'yamiz. Ayniqsa tanlangan ranglar menga juda ham bir yoqdi. Kirishimizdan oyoq kiyim va kiyinish uchun joylar tashab ketilgan. Ana endi ayollarimizga ko'proq vaqtni o'tgan oshxonaga olib o'taman. Oshxona ham boshqa dunyo, oppoq qordek yaltirashini qaranglar. Oshxonani kattagina panorama oyna, bu yoqdan ham to'g'ridan-to'g'ri terrasaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, ana endi kelinglar, sizlarni birinchi etajimizdan yotoqxonasi bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bu yotoqxonamizning o'zining ichida sanuzelari ham bor va yotoqxonamizning kengligiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasiz. Sanuzellarni ham ko'ryapsizlar. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa har bitta uyda ham bunaqa xonani uchratmaysiz. Sanuzel, lekin kattaligi o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham bir noodatiy chiqqan, qaranglar, juda chiroyli. Va shuning yonida mana shunaqa yana bitta sanuzel, kichkinagina sanuzel tashab ketilgan. Bideylargacha qo'yib qo'yishgan. Ikkinchi etajimizga keladigan bo'lsak, ikkinchi etajimizda 4 ta yotoqxona bor. Yotoqxonalarni ko'ryapsizlar. Xo'p, podvalga keladigan bo'lsak, podvalda olgan odam sport zal, kinozal qilib qo'ysa bo'ladi. Manzilga to'xtaladigan bo'lsak, manzilimiz Mirobod rayoni Alfraganus yonida joylashgan 4,5 sotu 600 kvadratli mana shunaqa hashamatli uyimizda sizlarga yoqqan bo'lsa, chin dildan bitta like bosib qo'yinglar. Aytgancha bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Bizning profilda bundan da chiroyli hashamatli uylarni kuzatib borasizlar.